Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz dindoshlarim, aziz birodarlarim, sog'i omonmisizlar? Bilasizlar, mana bitta ishyorim bor, salomatlik ulkan boylik. O'sha boylikni faqat kim qadriga yetadi, bilasizlarmi? Tanasida dard chekkan inson yetadi. Lekin tanasida dard chekmagan inson bilmaydi. Men o'sha boylikni faqat men siz azizlarimga, aziz dindoshlarimga ilinib kelyapman. Mana dard borki, hammasini davosini Alloh shunday qo'shib berib qo'yganda, uni biz nima qilamiz? Sababini oqtarar ekanmiz. Mana shu opajonim, men bilan bir joyda mana tug'ilgansam bo'ladi, Mindonlik men o'zim ham Mindon qishlog'idan bo'laman. Farg'ona tumanining shu Mindon qishlog'i. Azizlarim, Mindonoboddan adashtirib qo'ymanglar. Mindonobod boshqa, Mindon boshqa. Shu opamiz bizni oldimizga kelganda jonlarida og'riqlar bilan zo'rg'a kirib kelgan masjidga 1 oy oldin. Mana Allohning izni bilan 1 oylik lecheniyani tugatibdi. Hozir ne ko'z bilan qarab turayki, komil shifo topgan holatlarida. Og'riqlari ham yo'q. Hattoki tanamda grija borligini ham his qilmayapman deyaptilar. Shuncha grija bilan kelganida. Opajon, assalomu alaykum. Yana bir bor xush kelibsiz. Qarang, meni oldimga kelguncha mana qanaqa dardlar bilan kurashgansiz, shu haqida bitta ma'lumot bersangiz, chunki sizni maytda qancha inson ko'rib, to'g'risi ixlosi ham oshadi va shu inson kelib shu yerga shifo topsa, sizga ajr savoblar ham yoziladi, opajon. To'ppa to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Assalomu alaykum azizlar. Mana men shu Jahongirjonni YouTube'da ko'rib bir hafta kuzatdim. Rahmat. Belimdagi reja 3 edi. Oktyabr oyida davolandim. 1 oy yaxshi bo'ldim. YouTube'larda ko'rib, shu grija qanaqa qilib yo'g'ilar ekan, operatsiyada ham yo'q bo'lmas ekan, deb telefonda ko'rardim. Bir kun sizni ko'rib, keyin bu shu damlamalar bilan, tabiiy yo'l bilan so'rilib yo'q bo'ladi deganini ko'rib, ixlos qilib Xudodan so'rab keldim. Xudoga shukr, menga shu mahsulotlarni berdingiz. Mana naznachelarni berdim, chiroyli qilib. Bitta grijani o'ylab kelgan edim. Bekka kelgandan keyin meni kasalimni o'zimda ko'rib turib bilib oldim. Men aytmadim. Aytmadingiz? Davlinam, yuragim o'ynaganini. Yana aytmagan dardlarim ham bor edi, hozir mana aytaman. Mana shu mahsulotlarni ichib, mana shu qo'lim bir tomonim, endi mana ko'kragim ham og'rir edi. Doktorga borgani qo'rqar edim. Nimadir ekan, qana analiz chiqar ekan deb birovga aytmay yurdim. Qarang. Xudoga shukr, hozir mana shuni ichganimdan beri qo'limda ham og'riq yo'q. Bu ko'kragim ham og'rimay qoldi. Kindigimda grija bor edi, bunga aytmaganman sizga. Qo'limda bezim bor edi mana. O'sha masalang. Mana mashitda ko'kari mana shunday bo'lib turar edi, mana. O'zim qo'llaringizni ochib ko'rganman, mashitlardan tekshirgan opamni tomirimdan ko'rib bildi. Hamma yo'g'ini bilib oldim opamiz. Yashirgan bitta opam to'g'risi grijasi uchun keluvdi. Qolgan dardlarini hammasini bittada men endi to'g'risi mendan yashirolmaysizlar. Shuni bilib oling. Bilib olar ekan. Bilib olib qilib berdi shu dorilarni. Haqiqatan ham rost ekan. Mana hammasini chiroyli qilib. Tabiiy ekan. Ilohim tan joni sog' bo'lsin, shu negativchilar iloji bo'lsa kirmay qo'yaversinlar. To'ppa to'g'ri. Mana shu YouTube'ga kirib shu odamni asabiga tegmasinlar. Nimaga desalar, shuncha odam mana shifo ko'ryapti. Inshaalloh. Kasali davolanyapti. Mana aytmagan kasallarimiz davo bo'lyapti bizga. Inshaalloh. Men bu bolani oldiga kelguncha kechasi kunduzi uxlamay duo qilib, hayajonlanganimdan bugun uxlamay chiqdim. Qarang. Shu bolaga borsam, rahmat aytsam, shu gaplarni gapirib kelsam deb. Mashalloh. Odamlar ishoninglar, tabiiylikka yetmaydi. To'ppa to'g'ri. Dori haqiqatdan ham o'sha vaqtinchalik ekan. Mana davosini bilganim uchun keldim mana. Yana Xudo xolasa topib keldi. Opa, mana hozir 90% ga o'zgarish bo'pti-a? Mana 100% ga ham deyapman. Mana oyog'imchi uyushgan edi, zirqirab og'rir edi. Uyda o'zimman, xo'jayinim, o'g'lim Rossiyada, qizlar chiqarib o'rganman. Yurib ish qilgani kunda bitta kupen dorini ichib olib ish qilardim. O'zingiz uchun ham harakat qilasiz-ku. To'g'ri. Og'riqda qolgizsa shu ishimni qilib olay deb ish qilar edim. Xudoga shukr. Alloh bizga shu odamni, insonni sababchi qilib jo'natgan ekan, Alloh yaratgan ekan. Rahmat. Umri rizqingizga Xudo baraka bersin. Tana jonlaringiz sog' bo'lsin. Amin. Ota-onangizga, bolalaringizga ilohim sog' salomat yuring vaqtiga. Shu ota-onangizga ham shuni qilib o'qitib, tarbiyalaganiga ming rahmat. Umri uzoq bo'lsin, rizqi ulug' bo'lsin, martabangiz ulug' bo'lsin. Amin.
hamisha xalqqa xizmat qilib charchamang. Amin. Hech ham dard ko'rmang ilohim. Amin. Amin. Dunyo turguncha turing. Mana shu yorug' dunyo qo'limga sig'sa sizga bersam deyman. Amin. Amin. Ilohim. Amin. Mana shu negativchilar iltimos kirib asabiga tegmanglar mendan. Amin. Men o'zim kunda ko'rib Amin. ko'raman, kechasi kunduzi ko'ryapman, shu bola bilan olishyapman, ishonsalaring, shuna ta'sir qilyapti menga ham o'sha negativchilarning gapi. Nimaga shifo ko'rib turibman, topib turibman. Chidamaysiz ekan nohaqlikka. Xudo insof bersin o'shalarga ham. Amin. Ilohim sog' salomat yuring. Amin. Dunyo turguncha turing. Bolalaringiz orzu havasini ko'ring. Bolalaringiz ham o'zingizga o'xshagan. Amin. Hamma insonlarga foydasi tegadigan shifokor, doktor, tabiblardan bo'lsin. Amin. Umrlari uzoq bo'lsin. Iloh amin. Allohu akbar. Hammaga shifo bersin. Shu yerda umid qilib kelganlarga ham Xudo shifo bersin. Amin. Shunaqa yorug' yuz bilan ko'rishaylik hammasi bilan. Ilohim tanasida dardlari qolmasin. Opajon, shunaqangi yorug' yuzni ko'rishni Parvardigorim hammamizga, mashqa kelganlarga va kelib ketayotganlarga Allohim o'zing ro'zai nasib aylargin. Men juda ham xursand bo'ldim opa sizdagi holatni ko'rib. To'g'risi o'zim ham hozir emotsiyaga berilib ketdim. Ichimdagi gaplarim to'g'risi topolmasdan o'tiribman desam ham bo'ladi-da. Chunki ta'sirlanyapman hozir. Hali nima desam, tushuntirib bera olmayman ichimdagini. Titrayapman desam ham bo'ladi. To'g'risi. Topolmay qolyapman. Shunaqa holatdaman. To'g'risi opamni o'sha birinchi kungi holatini, hozirgi holatini ko'rib to'g'risi o'zimga ishongim kelmayapti. Nimaga? Chunki ixlos yarim shifoda juda ko'p aytaman. Bu yog'i Allohdan-da mana sababini ilmimiz yetgancha qilib beryapmiz. Mana ustozim, mana o'sha xalq tabobasining assotsiatsiyasining eng boshlig'i Ro'zi Muhammad aka bo'ladi. Shularni Alloh umriga, rizqiga baraka bersin. Shu insondan mana juda ko'p narsani o'rgandim. Mana biz o'qitdik-da. Biz o'qitdik, gapni ochiq. Shu insonni mana qo'lida yurib, mana shuncha mana tarbiyasini oldik, mana insonlarga o'sha shifoni ulashyapmiz. Bu ustozim salomat bo'lsin. Avval ustozimni yashirardim. Endi ustozimdan so'radim, oshkor qilar degani uchun to'g'risi oshkor qilishni boshlayapman. Ro'zi Muhammad aka, umringizda ham baraka toping, sog' bo'ling aka. Shunchalik mana bizga ilmlarni ato etibsiz, bizga yo'l yo'riqlar ko'rsatdik. Mana shifolarda ulashyapmiz akamizni shu nimasi bilan. To'g'risi bu insonni men qadrlayman. Bularni dadalari ham mana shu tabobatda eng kuchli olimlari bo'lgan. U insonni ham keyin sekin ismlarini oshkor qilaman Xudo xolasa. Shularni qo'lda tarbiyani oldik 15 yil davomida. Mana Allohga shukr kelib, mana o'zimizni Farg'onamizda mana inshaalloh shifolarda ulashib kelyapmiz. Xudo xolasa endi opajonim siz komil shifo topsiz. Qarang, mana shuni iste'mol qilganingizda yana bitta gapni aytib o'taylik. Ilg'adimi opa? Juda ko'pchilik kelyapti oldimga. Chidalmayapti ilg'aganiga. Ilg'adi. Meni 12 kun desam ham bo'laveradi. 12 kun shuna og'riq bo'ldi, dori ichmang deganingizga ichmadim. Mashalloh. Chidadim, nimaga ko'nglimda aynitdi. Og'riqlar zirqirab og'ridi. Boshimni ko'tarmay yotsam yotdimki, o'tkizaman, chidayman. Menga yo'q bo'lish kerak, tabiiy yo'q bo'lish kerak dedim. Chidadim. Boringizga shukr. Qildi. Ta'sir qildi. Boringizga shukr. Endi opa qarang, mana bu tuzalib qolgani uchun mendan sizga bu 2-oyligi sovg'a. Xudo xolasa oxirigacha yozib beramiz. Meni ham mendan sizga sovg'a. Mana u narsa ham berganman, yozib berganman. Bu ham mendan sizga sovg'a opa. Jojoba yog'ini ham olib kelib bering, shu opamga men podarka qilay. Jojoba yog'i bu yuzni dazmol qilyapti deb aytayapman-ku opa. Buni ham endi yuzga surtib, akam kelguncha Xudo xolasa yosharasi inshaalloh. Bo'ptimi? Mana shular ham Xudo xolasa mendan sizga sovg'a bo'ldi. Inshaalloh bularni mana ulug' ayyom kunlarida turibmiz. Endi Xudo xolasa mana ertaga hayit, yo qo'shaloq bayram, Navruz bayramlari azizlarim ko'rib tursizlar. Mana bizga men juda ko'p aytaman-da, men Allohdan opa sababini oqtargan bandani so'rayman-da. Shu yerga kelgan inson aytaman, Allohning rahmati yog'ilibdi sizga deyman. Nimaga? Chunki Alloh sizga shifo berishni xohlabdi deyman. Sabab mana faoliyatim 6 oy bo'lgan bo'lsa, yurg'izishga endi mana internet tarmoqlariga chiqayotganimga endi 6 oy bo'ldi. Gapni ochig'ida, shu 6 oy davomida kelgan inson borki, mana hammasi komil shifo topib kelyapti. O'sha grijalari yo'qolib kelyapti, hattoki emirtlarni mana ko'rsatyapmiz. Mana dopos testini qilibda. Ertadan keyin mana siznikini ham qo'yamiz shu narsani. Xudo xolasa. Xudo xolasa keyingi mana 3-oyni tugatamiz-ku opa. Ha shunda bitta qo'yamiz. Mana odamlar xalq ko'rsin. Xudo xolasa yuzini yorug' qilsin. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim opa. Ilohim shu farzandlaringiz baxtiga sog' yuring. Shularni baxti kamolini ko'rib yashang ilohim. O'g'lim duo qiling, sizni duolaringiz o'tadi. Rossiyada musofirda. Akami mana farzandlari, mana shu opamning farzandlari, mana Allohim umr yo'ldoshlari, ilohim o'sha o'zga yurtlarda musofirchida yurtgan Allohim shularni ham o'zingni panohingda saqlagin. Shularga ham bilagiga, bellariga kuch-quvvat ato etgin. Tanijonlarni, turmujonlarni sog' qilgin. Shu farzandlarni boqaman deb o'sha joyda yurtgan Allohim topganiga o'zing barakot bergin. Ilohim shular ham boy badavlat bandalaringdan bo'lsin. Mana shu farzandlari
ham Allohim xalqimizga, elimizga foydasi tegadigan, ilohim xizmat qiladigan bandalaringdan qilib bergin. Shu farzandini mana yakka yolg'iz o'g'lini baxti kamolini ko'rib yashasin shu opam, ilohim. Ilohim shularni ham zurriyotlardan olim ulamolar chiqsin Allohim. Qur'onni hofizlar, qoriyalar chiqsin Parvardigorim. Ilohim shu kunlarda shu opam shu rohatini ko'rib yashasin. Umriga, rizqiga o'zing barokat bergin. 100 yoshda ham boshlarda shu duogo'ylari bo'lib, sog' omon bo'lib yursinlar. Amin. Allohu akbar. Rahmat, juda ham xursand bo'ldim. Hozir o'zimda emasman, tashavvaraman deyman-ku. Shunaqa. Jahongirjon, meni bitta nimam sizga. Men kechasi bilan uxlamay niyat qilib keldim-da. Shularingizni bergingizni kunda ko'raman. Kech petga jonli efirda ham ko'raman. Mana shu narsalarni bittaga bering. Men pulimga oldim. Yo'q, oling. Yo'q, menchi bo'ldi. Bitta qiynalganga bering shuni. Bo'ldi, opajon. Menga shu mana shu narsani yetadi menga. Bo'ldi. Bitta qiynalganga bering shuni. Mahfuz men shuni niyat qilib kelganman. Qiynalib kelgan mana bizni ko'rib turgan bo'lsalaring azizlarim, mana shu opamni, mana shu bugun nima qilyapmiz? Kelinglar, shu narsani shunday olib qo'yaman. Mana shu opamni nomidan ehson sizlarga bo'lyapti. Kimga bo'lsa bitta qiynalganga beringlar shuni. Shu opamni nomidan mana ehson qilib beryapmiz. Opa, qilingan ehsoningiz Alloh dargohida qabul qilsin, ilohim. Buni Allohim sizga million baravar qilib qaytarsin. Amin. Allohu akbar. Sizdan tan joni sog'lana yuring ilohim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Qaranglar, shu narsani olib qo'yinglar. Opam mana to'g'risi buni bitta qiynalganga beringlar dedilar. Inshaalloh kelishi bilan shu insonga beramiz holatini tushunib. Bo'ptimi? Opa, buni ichkariga olib kirib qo'ymang, ashatga ilib qo'ying, ko'zimni oldida tursin, o ichkariga shunday ilib qo'yinglar. Mana shu bitta qiynalgan inson keladi, beramiz holatini tushuntirsa, vaziyatini. Siz nomingizdan beramiz, opajon. Biz juda ham xursandmiz, azizlarim. Videomizga like bosinglar, hali bu videomiz internetda portlatadi inshaalloh. Salomat bo'linglar. Rahmat opa, rahmat kattakon.